Hurmatli kuzatuvchilar, biz hozir Sirdaryo viloyatiga bo'lgan xizmat safarimiz davom etyapti. Xizmat safarimiz davomida Rahmatullo chorvachilik fermer xo'jaligiga tashrif buyurdik. Bu yerga 2 hafta oldin ham tashrif buyurgan edik. Ya'ni buzoqlarni oziqlantirish bo'yicha biz Fokomel Plus quruq sutini tavsiya qilgan edik, hamda tavsiya qilish davomida uni alohida ro'yxatga olib buzoqlarni hamda kunlik ularni semirish darajasi bo'yicha alohida ro'yxat shakllantirganmiz. Shu bo'yicha hozir shu fermer xo'jaligida aynan buzoqlarga qarovchi veterinar mutaxassis Ma'murjon aka bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Ma'murjon aka. O'rnan yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi aka? Aka, o'tgan safar kelganimizda biz Fokomel Plus masalasi bo'yicha, quruq sut masalasi bo'yicha shu adashmasam ikkita buzoqni alohida olgan edik, 3629 hamda 3639 nomerli buzoqlarda. Shunday. Bularni ro'yxat bo'yicha kilogramlarini tortib, ya'ni sut ichmasdan oldin, ya'ni quruq sut ichmasdan oldin boshqalar bilan solishtirgandik aka. Shu jarayon qanday bo'ldi aka? Bu jarayonimiz 12 kun davomida siz bergan Nukamil quruq sut parashoklarini mana disham turibdi, mana Nukamil quruq sut moddasini molokosidan berdik. Bular 12 kun davomida bundan ichdi. 39-40 gradusga tayyorlab turib, to'g'ridan gradusga tayyorlab, shunga sog'andan keyin o'zi bo'lib tayyor bo'ladi. Resk o'zi tayyor bo'ladi, reaksiyaga tayyor bo'lgandan keyin bu ikki buzog'imizga berdik. Keyin sut aralashtirdingizmi yoki faqat o'zinimi? Yo'q, faqat o'zini. Faqat aralashtirmadik. Sut aralashtirmasiz. Aralash bo'lmadi. Birinchi kunda berishingizni o'zida faqat o'shandan tayyor bo'lgan sutni berdingiz, boshqa sut aralashtirmadingiz. Ich o'tishlar kuzatildimi yo'qmi? Yo'q. Hech qanday ich o'tishlari, buzoqda holsizliklar yoki boshqa narsa kuzatilmadi buzoqlarimizda. Endi yana bitta eng qiziqarli savol aka, o'zi odatda sut ichganda o'rtacha bular 2 oylik atrofida buzoqlar, 2 oylik atrofida. Oddiy sut ichgan holatda kunlik previs qancha bular? O'zi oddiy sut ichganda. Oddiy sut ichgan paytida kunlik vazn yig'ishi 700-750 gram kunliga. Kunlikka olingan asli. Hozir bu Nukamil quruqligi sutdan parashoqdan berilgandan keyin 900-950 gramgacha kunlik vazn miqdorini ko'rdik buni. Demak shunda hozir 12 kun davomida shu ikkita buzoqchamiz 10,5 kilodan oshiqroq vес yiqqanda shunaqa? Shunday. 10,5 noto'g'ri ta'sirlari bo'lmadi, hammasi joyida. Yo'q, nojo'ya ta'sirlari yo'q. Endi hozir mana biz eksperiment tariqasida o'tkazdik bularni. Nima deb o'ylaysiz? Endi qolgan hamma buzoqlarga bemalol tavsiya qilsak, foydalansak bo'laveradimi? Bo'ladi. Mana shu Nukamil quruq sut moddasi haligi parashogidan bersak, buzoqlarimizni kilogram olishi, vazn yig'ishi juda yaxshi bo'lar ekan. Gap yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, agar kimga yana shunaqangi qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga savollaringizni yozib qoldiringlar. Biz albatta javob berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga har doim eng yaxshisini, eng sifatlisini beramiz. Salomat bo'linglar.